2025 yılı Nobel fizika mukofotiga erishgan Liang Suchuan Xiaoying to'g'risida bir munozaralash bakaylı. 2025 yılı John Clark, John Martinez, Michael Dewar qatorliq 3 nafar fizik olimi kvantlar dunyosida bo'ladigan, mikro dunyoda bo'ladigan kvantlarningki fizikalik alohidligini makro dunyoga, ya'ni Hongguan Wuli shiji ko'zimiz bilan ko'ra oladigan mushundaq tajriba orqali isbotlab berganligi uchun mushu Nobel mukofotiga erishibdi. Amaliyotda bularningki loyilagan tajribasi intayin oddiy ekan. Ya'ni mush qalamchilik qiladigan chodo chelyo ninki o'tirdan kesib, bu yerga yarim santada ochadigan jo'yvan chelyo, ya'ni rezingidek o'tkazmaydigan jism qistilgan. Klassik fizika nazariyasi bo'yicha bu simninki o'tirdan kesib, o'tkazmaydigan to'saq qo'yib qo'yganligimiz uchun bundan tok o'tishi mumkin emasdi. Lekin kvant fizikasi klassik fizikaga tubdan o'xshamaydigan, hattoki hozir ayrim bir fan bo'lib ketgan bir fizika. Şuna bu tecrübede bu materialniki bir tarafidagi tok yana bir tarafiga muvaffaqiyatli o'tgan. Emsa bu tok hosil qiladigan elektronlar bu materialning o'rtidagi bu tomdan, ya'ni to'saqdan qandoq o'tdi? Biz klassik fizika bo'yicha atomni, atom yadrosi va buning atrofida aylanib turgan elektronlardan tarkib topdi deb qaraymiz. Biz buningki harakat qonuniyatini xuddi yer shari quyoshni aylanib turgandek elektronlar atom yadrosini mushundaq aylanib turdi deb qaraymiz. Lekin amaliyotda kvant fizikasida bu xil ko'z qarash tubdan xato. Kvant dunyosidagi elektronlar atomning yadrosini bundaq aylanib turmasdan, balkim atomningki atrofidagi har qanday yerda teng mavjud bo'lib turish ehtimolligi bor ekan. Ya'ni buni biz gayliyun deb atayotganmiz. Demak, hidrogenniki atom yadrosini aylanib turadigan shu bir tal elektron musha atom yadrosiniki hamma yerda o'xshash bir vaqtida mavjud bo'lib turishi mumkin. Faqat bu elektronninki atom atrofidagi o'xshamaydigan yerlarda mavjud bo'lib turish ehtimolligi o'xshamaydi ekan xolos. Demak, bu atom yadrosini aylanayotgan bu elektron hamma yerda o'xshash bir vaqtida teng mavjud bo'lib turadi. Bularninki hamma yerdagi ehtimolligi bir xil dejatay, ya'ni har xil ehtimolliklar teng mavjud bo'lib turgan ehtimolliklarninki birikmasi. Biz buni kuzatgan vaqtida hamma ehtimolliklar bir yerga yig'ilib, bir yerga yemirilib, andın bu elektronniki o'rni muqim bo'ladi deb qaratilgan. Bu oldingi asrdagi Einstein boshchiligidagi bir turkum fizik olimlar bilan Bohr boshchiligidagi bir turkum fizika olimlari uzun muddat bas munozara qilgan bir nazariya. Einstein va Schrödinger qatorliq fizika olimlarining nazarida bir narsa o'xshamaydigan yerda teng mavjud bo'lib turishi mumkin emas. Xuddi Schrödinger mening mushkum qopning ichida ham tirik hem o'lik bo'lgan ikki xil ehtimollikniki teng mavjud bo'lib turishi bu mumkin emas deb Bohr qatorliq fizik olimlarni bir mezgil zanglik qilgan. Einstein bu dunyo shishqil atmaydi deb danliq bir so'zni bu yerga qo'yib qo'ygan. Lekin hozirgi zamondagi nurg'unlagan fiziklik tajribalar aksicha Bohrninki ko'z qarashining to'g'riligini, Einstein qatorliq fizik olimlarining ko'z qarashining xatoligini bag'ansiri kuchlik isbotladi. Endi abayq tajriba qaytib kelsak, bu materialdagi elektronlar to'saqqa kelib tug'andek qilgan bilan u o'xshash bir vaqtda o'xshamaydigan yerlarda teng mavjud bo'lib turish ehtimolligi bo'ladi. Bu xil ehtimolligi to'saq qancha qiyin bo'lgan sari to'saqning yana bir tarafida bo'lish ehtimolligi shuncha tuvan bo'ladi. Lekin shu xil ehtimollik noldan yuqori bo'ladi degan gap. Demak, bu materialning to'salgan yeridagi necha milliard elektronninki necha ming tili to'saqning qarshi tarafiga, ya'ni tomning qarshi tarafiga o'tib qilish ehtimolligi mavjud degan gap. Hamda biz buni intayin osonlikdan tekshirib o'lchayalaymiz degan gap. Hamda bu muvaffaqiyatlik o'lchanib chiqqan. Shunlashqa bular biz kvant dunyosida mikro dunyo tadqiq qilayotgan namometr darajalik bu tajribani biz ko'z bilan kuzatib bo'ladigan jismlar fizikasiga, makro dunyoga olib chiqqanlik uchun bu yilgi Nobel mukofoti berilgan. Demak, bu tajribadan bizningki burun so'zlagan Shangfeng Shiyan, ya'ni qo'sh eriq tajribasi hamda Liang Suchuan Shiyan, ya'ni kvantlarniki chirimish tajribasi bilan birlashtirib biz shuni tushuna olishimiz mumkin. Liang, ya'ni kvant butun dunyoniki eng kichik birligi. Ya'ni biz bir narsalarni parchalab eng keyinga kelganda parchalig'i bo'lmay qolib qolgan qismi. Kvant fizikasi bo'yicha bu kvant zarrachiniki har qanday fizikal xususiyati, o'rni, yo'linishi har qanday ehtimollikda teng mavjud bo'lib turadi ekan. Bu bir xil gayliyun, ya'ni ehtimollik bulutidek xira holatda hamma xil ehtimollik bir vaqtida teng mavjud bo'lib turadi ekan. Biz buni kuzatgan vaqtimizda u andin har xil ehtimollikdan bir ehtimolga yemirilib, ya'ni teng suv bo'lib yig'iladi ekan. Menimcha kvant fizikasi ta'minlagan bu logika bizningki hayotimizni
taqdirimizni texmi yaxshi tushunishimizga bir yangi yo'l ta'minlab berishi mumkin. Ya'ni bizning taqdir ssenariyimizmi, hayotimizmi quvonch zariyasidek har xil ehtimolliklar tang mavjud bo'lib turishi mumkinmi, yo'qmi? Biz o'zimizni qandoq kuzatsak, o'zimizniki nurg'ulg'an son sanoqsiz nusxalarimiz bir yerga yimirilib, ondan hozirgi biz hosil bo'lishimiz mumkinmi, yo'qmi? Demak, bu nuqtani ilib aytganda, biz har qanday vaqtida o'zimizning taqdirimizni o'zgartira olishimiz mumkinmi, yo'qmi? Demak, ilm-fan haqiqatan bizning bu dunyoni texmi aniq va ochiq ko'rishimizga zo'r darajada turtki bo'ldi ekan. Nima degan qiziqarliq.